Shahzodaxon, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, hozir davradan kelin kuyovlarimizni kuzatib qoldik. Menimcha ertaga yangi yildan, ya'ni yangi 2009-yildan boshlab yangi to'yni nishonlaymiz. Xuddi shunday. Menimcha ushbu to'yga Buxoromizning eng chiroyli, go'zal ovoz sohibasi, benazir xonanda va qolaversa o'zlarini bir qancha qo'shiqlari bilan muxlislar qalbidan joy olgan Xosiyatxon Nurullayevani chorlasak. Jour